Assalomu alaykum. Ip o'tkazish tartibini ko'rsatingchi. Yangi mashina olgan edim, ipni o'tkaza olmayapman debsiz. Hozir ko'rsatamiz. Mashina changiga e'tibor bermagan holda ip o'tkazish tartibini ko'rib olasiz degan umiddaman. Birinchi bo'lib mana bu yerdan boshlaymiz. Ip turgan joydan tepaga qarab ip chiqadi. Mana bu teshikdan orqasidan oldiga qarab o'tkaziladi. Keladi. Kelganda mana bu yerdagi temirdan birinchi bu yoqdan nariga qarab o'tkaziladi. Aylantirib, bu yoqdan bu yoqqa qarab o'tkaziladi. Keyin bunga ko'rib turganingizdek bu yoq tomondan bu yoqqa o'tkaziladi. Aylantirib, bu yerda yana bitta teshigi bor, mana ip o'tkazadigan. Shu joydan ipni chiqarasiz, keyin tagiga o'tkazasiz. Undan keyin aylantirib, mana bu yerda simcha bor, simni ichidan ham o'tkazib, mana bu temirdan o'tkazib, keyin mana bu yerdagisiga kirgizasiz. Keyin undan chiqib, bu yerda ikkita temir bor, undan o'tkazib, bu yerda turgan temir bu yoqqa siljish xususiyatiga ega, ya'ni qimirlay biladi. Bu temirni bizlarga xalaqit bergani uchun bu yoqqa qaratib qo'yganmiz. O'zi aslida bu yoqqa qaratib, unga ip o'tkazib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin har doim mashinaga ip o'tkazayotganingizda chap tomondan o'ng tomoniga qarab innadan ip o'tkaziladi. Ipni bu yoqdan o'tkazib kelganimizdagi maydagi turgan temir bizlarga yuqa qalin material tikishimizga qarab bu yerdan ham ip o'tkaziladi. Agar yuqaroq materialdan tikayotgan bo'lsangiz, bu yerdan ip o'tkazasiz. Qalinroq materialdan tikayotgan bo'lsangiz, mana bu yerdan o'zidan aylanib o'tib ketadi. Bu yerga ip o'tkazmaysiz. Bu video Jack A2 mashinasini ip o'tkazish tartibi haqida edi. Agarda sizning mashinangiz boshqa markada bo'ladigan bo'lsa, ushbu videoga qarab ip o'tkazish tartibini qo'llanasiz degan umiddaman.